Boshlaymiz. Marhamat, birinchi savol. Shohona stul nima? Saroylarda bo'lardi. Oldin, hozir yo'q bunaqa. Oldin bo'lardi. Shoh saroylarida. Shohona stul. Amir Temur ham o'tirgan unda. Amir Olimxon ham o'tirgan. Kreslo. Shohona stul. Nima deyiladi? Kreslo. Amir Temur kresloda o'tirgan. Nima deyiladi o'sha shohona stul? Nimada o'tirgan ular, shohlar? Bobur shoh ham o'tirgan o'shanda, Amir Olimxon, Amir Temur o'tirgan, Mirzo Ulug'bek o'tirgan. Shohona stul saroylarda bo'ladi faqat, hozir yo'q bunaqa. Saroylarda. Shohlar o'tiradi unda. Shoh nimada o'tiradi? Shoh. Variantlar yo'qmi? Endi birinchi sinfdagi savolga variant. Shoh nimada o'tiradi? Siz mana kresloda o'tiribsiz, to'g'rimi? Ular nimada o'tirgan? Shoh o'tiradigan stulini nima deyiladi? Tilimga kelmayapti-da. Nahotki Shoh. Ivan Vasilievich o'z kasbini o'zgartiradi kinosida ko'rgansiz-a? Ha. O'sha yerda Ivan Vasilievich o'tirgan joyi nimada o'tirgan bo'ladi? Amir Temur, Bobur o'tirgan stul, shohona stul nima deyiladi? Shohlar o'zi nimada o'tiradi? Shohim Taxtda.